Assalomu alaykum, hurmatli dehqon fermerlar, suvchi va chorvador hamda barcha qishloq xo'jalik xodimlari. Avvalambor sizlarni qishloq xo'jaligi xodimlari kuni bilan tabriklayman. Hurmatli prezidentimiz tomonidan sohaga katta e'tibor qaratilib, dehqonlar mehnatini qadrlash, og'irni yengil qilish, daromadini oshirish uchun ko'plab imtiyozlar, subsidiyalar berilmoqda. Sohaga ilm va zamonaviy xorijiy texnologiyalar va texnikalar olib kelinmoqda. Xususan, klasterlar tizimi joriy etildi. Davlat buyurtmasi to'liq bekor qilinib, mahsulot yetishtirish va sotishda bozor prinsipi mexanizmlariga o'tildi. Natijada viloyatimizda paxtachilikda o'rtacha hosildorlik 2020-yilga gektariga 27 sentner bo'lgan bo'lsa, joriy yilda o'rtacha hosildorlik 46 sentnerga yetkazildi. 12 ta fermer xo'jaligi 80 sentnerdan, 31 ta fermer xo'jaligi 70-80 sentnerdan, 104 tasi 60-70 sentnerdan hamda 408 tasi 50-60 sentnerdan hosil yetishtirdi. G'allachilikda joriy yilda o'rtacha hosildorlik 90 sentnerdan oshib, 2020-yilga nisbatan gektardan 25 sentnerdan ko'p hosil olinishiga erishildi. Meva sabzavotchilikda ham yangi navlar va ekinlarni ekish hamda yiliga 2-3 marta hosil olish hisobiga gektaridan olinayotgan hosil va daromad oshirilmoqda. Bunda banan, malina, rozmarin, miyata, daykon va boshqa serdaromad ekinlarni ekish ishlari boshlandi. Aholini dehqonchilikka o'rgatish uchun prezidentimiz tashabbusi bilan Termiz tumanida innovatsion tomorqa maktabi tashkil etildi va kambag'allik reyestriga kiritilgan oila a'zolari o'qitilmoqda. Texnika sotib olishda berilgan imtiyozlar hisobiga joriy yilda 675 ta, shu jumladan 62 ta zamonaviy paxta terish mashinalari xarid qilindi. Go'sht narxini barqarorlashtirish uchun joriy yilda qiymati 20 million dollarlik 45 ta chorvachilik loyihalari amalga oshirilmoqda. Ushbu loyihalarda chet davlatlardan 1,5 ming bosh naslli qoramollar hamda Mo'g'uliston davlatidan 10 ming bosh qo'ylar olib kelindi. Hurmatli yurtdoshlar, joriy yilning 10-dekabr kuni davlatimiz rahbari boshchiligida o'tkazilgan qishloq xo'jalik xodimlari kuni munosabati bilan soha vakillari bilan uchrashuvda dehqonlar uchun yana ko'plab imkoniyat va imtiyozlar berildi. Xususan, tomchilatib sug'orish texnologiyalarini joriy etishda imtiyozli kredit ajratiladi. O'z mablag'lari hisobidan paxta g'alla yetishtirgan fermer xo'jaliklariga 10% gacha qismini subsidiyalar beriladi. Paxta va g'allachilik fermerlarining reytingi yuritiladi. Bunda reytingda yuqori pog'onada turgan fermerlarga kredit paxta uchun 8%, g'alla uchun 10% qilib belgilandi. Ustoz shogird tizimi yaratiladi hamda past hosil olgan fermerlar ilg'or fermerlarga biriktiriladi. Intensiv bog' tashkil etish uchun 7 yilga 3 yillik imtiyozli davr bilan 14% kredit beriladi. Sertifikatlangan ko'chat sotib olish xarajatlarining 50% byudjetdan to'lanadi. Paxta va g'alla yo'nalishidagi fermerlarga o'z yerida chorvachilikni yo'lga qo'yish uchun 20 sotixgacha joyda yengil konstruksiyali bino qurishga ruxsat beriladi. Baliqchilikda chetdan nasldor ona baliq olib kelish xarajatining yarmi qoplab beriladi va boshqa ko'plab imtiyozlar belgilangan. Hurmatli prezidentimiz tomonidan berilgan imtiyozlar va belgilangan topshiriqlar asosida ishlab chiqilgan 2026-yil rejalari to'g'risida to'xtalib o'tsam. Xususan, qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini 43.7 trillion so'mga yetkazish hamda sohada 142 ming nafar doimiy va mavsumiy ish o'rinlari yaratilishini biz o'zimiz oldimizga reja qilib oldik. Barcha toifadagi 33,5 ming gektarda avgust-sentyabr oyida piyoz, sarimsoq piyoz va 90 bosti usulda sabzavotlar ekilib, bundan 711 ming tonna ertaki mahsulotlar yetishtirish kutilmoqda. 1,1 ming gektar mevali bog', 4,5 ming gektar tokzorlar barpo etiladi. 505 gektar issiqxonalarda 20
4 ming tonna mahsulotlar yetishtiriladi. Paxtachilikda ilg'or texnologiyalar keng maydonlarda joriy etiladi. Jumladan 28 ming gektar mahalliy hamda 35 ming gektarda ko'sa qurti va gerbisidga chidamli xorijiy navlar ekiladi. Intensiv agrotexnologiyalar qo'llaniladigan maydonlarda 1.2 barobarga ko'paytirilib, umumiy maydoni 20 ming gektarga yetkaziladi va yangidan tomchilab sug'orish texnologiyalari joriy etiladi. Barcha maydonlarda biz bu yil to'lig'icha 76 sxemada qo'shqator paxta ekish sxemasi joriy etiladi. Natijada 63 ming gektar maydonga paxta ekilib, bundan biz 326 ming tonna, ya'ni bu yilgidan qariyb 35 ming tonna ko'p hosil yetishtirish imkonini yaratiladi. 8.3 ming gektarda ustoz shogird tizimi asosida paxta yetishtirish tajribasiga o'tkaziladi. Bunda 105 ta tajribali fidoi klaster va fermer xo'jaliklari ustoz sifatida 30 sentnerdan past hosil olgan fermer xo'jaliklariga biriktiriladi. Zamonaviy intensiv agrotexnologiyalarni keng joriy etish orqali paxtachilikda hosildorlik 50 sentnerdan oshiriladi. G'allachilikda esa 100 sentnerga yetkaziladi. Qiymati 414 milliard so'mlik 961 ta yangi qishloq xo'jalik texnika va agregatlari sotib olinadi. Shu jumladan 52 ta paxta terish mashinalari olib kelinib, paxta yig'im terimida mexanizatsiya darajasi 24% dan 37% ga yetkaziladi. 41.7 ming gektar maydonda suv tejovchi texnologiyalar joriy etiladi. 1658 kilometr uzunlikdagi ichki sug'orish tarmoqlarini betonlashtiramiz. Meva, sabzavot mahsulotlarini qayta ishlash darajasi 14% ga, go'shtni qayta ishlashni 4% ga hamda sut qayta ishlash 16% ga oshiriladi. Quvvati 11.4 ming tonna bo'lgan 4 ta agrologistika markazi faoliyati yo'lga qo'yiladi. Xorijdan 7,5 ming bosh naslli qora mol hamda yana 10 ming boshga yaqin qo'y echkilar olib kelinadi. Ularni veterinariya talablariga muvofiq turli kasalliklarga qarshi emlanadi va belgilangan me'yorlar asosida parvarishlash ishlari tashkil etiladi. Barcha toifa xo'jaliklarida 200 ming bosh qoramollar identifikatsiya qilinadi. Umuman 2026-yilda qishloq xo'jaligining barcha sohalarida amalga oshiriladigan aniq rejalarni belgilab oldik. Bu ishlarni tizimli olib borib, dehqon va fermerlarni qo'llab-quvvatlagan holda barcha rejalarni ortig'i bilan bajarib, eng asosiysi dehqonning daromadini oshirishga qaratilgan tadbirlarni amalga oshiramiz. Hurmatli dehqon va fermerlar, sizlarni yana bir bor qishloq xo'jaligi xodimlari kuni bilan chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Barchangizga mustahkam sihat salomatlik, xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik, fayzu baraka, faoliyatingizda ulkan muvaffaqiyatlar tilayman. Bayramingiz muborak bo'lsin.